yig'ilgan do'stlar, sinfdoshlar hammalari endi mana shunday 10 yil maktabni bitirganimizga 10 yil bo'libdi. Hammalari endi kelajakdagi ishlaringizga, shu paytgacha ishlagan ishlaringizga ulkan zafarlar tilayman. Hamma o'zini yo'lini topib, bola chaqali bo'lib ketdilaring. Mana hamma baxtlimiz. Iloyim baxtli bo'linglar, saodatli bo'linglar. O'qituvchilarimiz dunyo turguncha o'tirsin. Sinfdoshlarimiz hech qachon bir-biri bilan ayrilmasin. O'tib ketgan marhum Ilg'orjon doim joy jannatdan bo'lsin. Qolganlar shu yerga qatnasha olmayotgan do'stlarimiz Bahriddin, Erkinjon, Ilg'orjon qolgan bo'lsa yana bir ikkita Oybekjon nomlaridan hammalarini tabriklaymiz. Sog' bo'linglar. Mana shu davrada hamisha o'yin kulgi bo'lsin. Davramiz ochiq desak ham bo'laveradi. Sog' bo'linglar. O'zimga bitta she'r chaqirib, mazaq o'ynaydi. Bitta o'zim o'ynalmayman. Chiroylilar, yoqut, sen bilan urushuvlarga chiqur. Sinfdoshlar, qadrli bo'lgan ustozlar, avvalambor xush kelibsizlar. Mana bugun maktabni bitirganimizga ham 10 yil bo'libdi. Mana shu 10 yillikni nishonlar ekanmiz. Hammalaringga uzoqdan uzoq umr, sog'lik, salomatlik, oilalaring bilan tinch totuv bo'lishlaringni Allohdan tilayman. Ustozlarimizga esa uzoq umr. Mana 10 yillik emas, balki 50 yil qilganimizda mana shu to'rimizda o'tirishlarini tilayman. Mana shu sinfdoshlar ichida yashab o'tgan Ilg'orjon ham yodga olamiz. Mana shu do'stimizga ham joylari jannatdan bo'lishini tilaymiz. Hamda bir to'r qator she'rim bor edi. Shu bilan yodga olmoqchiman. Sinfdoshlar yig'ilganda jamujan, yuragimni o'rtaydi bir og'ir alam. Safimizda endi bir inson kam bo'lsa edi, qani Ilg'orjon ham. Alloh o'limni boshga soldi. Ortidan ota-onasi bo'zlab qoldi. Oramizdan yaxshi bir inson yo'qoldi. Bo'lsa edi, qani Ilg'orjon ham. Allohim rahmatiga olgan bo'lsin. Joylari jannatdan bo'lsin. Alloh ruhlari shod bo'lsin. Qolgan do'stlarimizga esa uzoq umr, sog' salomatlik tilayman. Rahmat, yoqqan to'g'ri tilak bildirdi. Rahmat sizga. Bitta Hofiz aka Oybekjon zo'r Sallanıp
Bilasizlarmi? Xush kelibsizlar hammalarga. O'zi hozir boshladik-ku. Hozir tabrik berib tursak, oradan keyin o'qituvchilarimizga beramiz. Chiroyli shirin tabriklarni aytsin. Xo'sh, hozir mana shu yerga sinfdosh o'rtoqlarimizdan O'tkirbek hamda ularga sherik bo'lib chiqadigan kim Muslimaxon birga chiqsalaring. Chiroyli bir shirin tilaklarni bildirsa. Aptekir. Aziz sinfdoshlar, hamda opanglar, ustozlar. Mana bugun hamma sinfdoshlar yig'ilib o'yinlik anaqasida o'tiribmiz ekan. Hamma sinfdoshlarga baxt, saodat, uzoq umr tilayman. Qo'shila olmagan sinfdoshlar nomidan ham Sevaras, Sohibaxon, Nozimaxon nomlaridan ham baxt tilab qolaman. Doimo mana shunaqa yuraveringlar yig'ilishib. Do'stlar, mana bugun bayram, kichik bayram. 10 yillik to'yimizda yig'ilib turibmiz. Hammalarimiz shu 10 yillikni mana yig'ilishni qildik. Xudo xolasa 50 yillik, 70 yillik hammalarimiz davramizdan xato bo'lmasdan chiroyli qilib yetishligimizni nasib qilsin hammamizga. Yaxshi tilaylar hammalari sizlarga. Haydi shu
Xo'sh, yaxshi ko'rishganmi? Endi biz unisini bilmaymiz, lekin ikkalasi baxtli yashab turganlardan biri. Mana bu Gulsanamxon bilan Murodjonga bersayda, bular bir shirin tilaklarni bildirib ko'rsa. Sinfdoshlar uchun. Chiqinglar sizlarga. Mana shu kechaning aziz qatnashchilari, sinfdoshlar, aziz ustozlar, mana bugun maktabni bitirganimizga 10 yil bo'ldi. Sizlarni bunaqa 10 yilliklardan 20 yillik, qolaversa 50 yilliklarni ham qilaylik. Hech qachon sinfdoshlar bir-biriga bo'lgan oqibatimiz yo'qolmasin birinchi o'rinda. Hammalarga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Hamma oilalari bilan baxtli bo'lib, uzoq umr ko'rib yashasin. Assalomu alaykum. Mana shunday tantanaga yig'ilgan aziz ustozlar, do'stlar. Mana bugun bu yil maktabni bitirganimizga 10 yil bo'libdi. Hashbash deguncha 10 yil ham o'tib ketibdi. Mana do'stlarimiz ham hammasi o'z yo'llarini topib, baxtli, saodatli hayot kechirishyapti. Bundan keyin ham mana shu do'stlarimiz sog' bo'lsin. Bir-birimizga bo'lgan oqibatimiz hech qachon yo'qolmasin. Keyingi shu 20 yillik, shu 50 yilliklarda ham qatorimizdan xato qilmay o'tiraylik. Ilohim ustozlarimizga ham shu boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Bizni mana shunday darajaga yetkazganiga mana shu ustozlarimiz, qo'limizga qalam ushlatgan birinchi ustozlarimiz mana shu yerda o'tirishibdi. Ularga doim ta'zim qilamiz. Sog' bo'lsin. Tilakka ikkitadan chiqasizlarmi? Bir juftdan. Yaxshi. Endi mana shu shirin va shu davramizga tilaklar bildiradigan do'stlarimizdan mana shu yerda shu xonadonni bergan do'stimiz, mana shu qancha to'y qilsalar ham, yubiley qilsalar ham mana shu o'tkazaveramiz do'stimiz Sohotjon bilan shu Muslimaxon Otaboyevaga bersayda, u ham bir chiroyli gaplar bilan, shirin tilaklar bilan bildirsin. Fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoq chog'idir umr daftarin. Assalomu alaykum, mana shu kechaning aziz qatnashchilari, aziz ustozlar. Men o'zimga berilgan fursatdan foydalanib hammalaringga doimo baxt tilayman. Doim baxtli bo'linglar, sog' bo'linglar. Shu yerga kela olmagan hamma qizlarimiz nomidan ham hammaga baxt tilayman.
doim mana shunaqa yig'inlarda yig'ilishib, inoq bo'lib yuraveraylik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Mana bugun 10 yilligimiz ekan. Mana ustozlarimiz ham kelishdi. Xudo xolasa 20 yillik qilib, 30 yillik qilib, 40 yillik qilib. To'g'ri. Hamma shu o'qituvchilarimiz ham umr uzoq bo'lsin, tanlar sihat bo'lsin. Mana shunday o'tirishlarimiz buzilmasin. Mana shu yerda qatnashamay turgan o'rtoqlarimiz bor ekan, bular nomidan ham tabriklar qo'yamiz. Omad, baxt, quvonch sizlarni tark etmasin. Rahmat berling. Sınıf taşın sınıf aşkısın, sınıf taşın
turganingni sezaman ko'changizdan kulib o'taman ko'zim zahiriga basaman qo'shiq kelib g'amimni yozaman qarab turganingni sezaman ko'changizdan kulib o'taman sinfdoshim sinfdosh qizim sinfdoshim sinfdosh qizim sinfdoshim sinfdosh qizim dilinga qolmagan yulduzim sinfdoshim sinfdosh qizim sinfdoshim sinfdosh qizim sinfdoshim sinfdosh